ayollar ko'proq erim men bilan gaplashmaydi yoki menga nisbatan emotsional sovuq munosabatda deydi, ular og'riqqa kirib ketadi. Ularning tafakkurida men erimga kerak emasman yoki qiziqmasman yoki u kimnidir topib olgan degan xayollarga borishadi. Lekin birinchi o'rinda ayollar betda ya'ni o'zini qanaqadir ichidagi yetimlik hissini, o'ziga yetishmagan bolalikdagi e'tiborini mana shu erkak bilan qoplashni istashadi ongsiz ravishda. Lekin erkak kishi sizni qayerdadir qolgan bo'shlig'ingizni, misol uchun 24 soat 7 kun davomida o'sha e'tibori bilan, mehri bilan, sevgisi bilan to'ldirishga birinchidan majbur emas, ikkinchidan sizda aynan u sizga emotsional sovuq bo'lganda yoki siz bilan gaplashganda bu hissiyotingiz bu sizniki bo'ladi. Ya'ni bu hissiyotni siz qachonlardir kimgadir nisbatan his qilgansiz. Va albatta yana bitta savolga o'zingizga javob berishingiz kerak. Aslida u siz bilan gaplasha olmayotgani, aslida siz bilan kommunikatsiyaga kirisha olmayotgani unga balkim qanaqadir og'riq berayotgandir, balkim u erkak o'zi gaplashishni bilmas, umuman emotsional yaqinlik degan narsani bilmas. Ya'ni bu ikkita tarafda qarash kerak. Ya'ni bunaqa holatda ayollar yo arazlaydi, yo agressiya bildiradi yoki umuman mana shu erkak bilan gaplashmaslikka harakat qiladi va asta-sekinlik bilan ikkalasining o'rtasida tushunmovchiliklar paydo bo'lishi mumkin. Shu uchun agar bu sizning hissiyotingiz bo'lsa, bolalikdagi olgan qanaqadir onangiz sizga e'tibor bermaganda yoki emotsional qanaqadir issiqlik bildirmaganda siz o'zingizni bir kerakmasdek his qilayotgan bo'lsangiz, albatta bu hissiyotingizni ongsiz ravishda turmush o'rtog'ingizda his qilaverasiz agar bu bilan ishlamasangiz.